Quyidagi misolni ko'rib ketamiz. Geometrik savol. Bizga uchburchak berilgan va unga tashqi aylana chizilgan deyapti. Demak, aylanani chizib olamiz. Tashqi aylana chizilgan uchburchak ichiga. Demak, 3 ta uchi berilgan ekan. A, B, C. BAC 60 gradus deyapti. Demak, men uchidagi burchagi 60 gradusga teng. Xo'p, radius 15 deyapti. Radius 15 ga teng. Markazni belgilab olaylik. Mana shu yer markaz bo'la qolsin, O markaz. P nuqta ABC uchburchak ichida shunday olinganki, BPC 120 gradus. Demak, shu yerda qandaydir P nuqtani oladigan bo'lsak, BP ni tutashtiramiz va P bilan C ni tutashtiramiz. Shunda mana bu burchagimiz 120 gradusga teng deyapti. Va OP 3 ga teng. Mana shu masofamiz 3 ga teng bo'lsa, savol bergan BPC ni yuzini toping. Mana bu uchburchak yuzini hisoblashimiz kerak ekan. Xo'p, biz agar B3 va O3 ni tutashtiradigan bo'lsak, bu yerda va O bilan C ni tutashtiradigan bo'lsak, mana bu O burchagimiz ham 120 bo'ladi. Nega deganda, ichki chizilgan burchak 60 gradus, markaziy burchak undan 2 marta katta bo'ladi. O'sha 120 bo'ladi va bu yer radius bo'ladi biz uchun. Bu ikkalasi radius 15 bo'lib qoladi. 15 va mana bu burchagimiz 30 gradusdan bo'lib qoladi. Katta burchak 30 gradus. Xo'p, endi biz BPC uchburchak yuzini topishimiz uchun bitta tomoni kerak, kamida bitta tomon burchaklari kerak bo'ladi. Mana bu BAC uchburchakining asosi bilan BPC ning asosi bir xil. Demak, BAC uchburchakining asosini topadigan bo'lsak, yon taraflari 15, orasidagi burchak 120 bo'ladigan bo'lsa, BC masofamiz 15 ildiz osti 3 bo'lib qoladi. Bu tomon BPC ning uchburchagiga ham mos tushadi. Endi bu yerda to'rtburchaklarni siklik qoidasiga ko'ra, mana bu burchaklar 120 bo'lgandan keyin BPAC nuqtalar bitta aylanada yotishligini bilish mumkin, chunki BC tomonga tiralgan burchaklar bir xil. O'shani hisobga olib, mana shu burchakni biror bir alfa deb kiritadigan bo'lsak, alfa bu 3 tomonga tiralgan, demak, shu tomonga tiralgan burchak ham alfa bo'ladi. O'shaning uchun mana buni alfa deyishimiz mumkin. Pastdagi burchakka 30 minus alfa qoladi. Xo'p, ana endi biz mana bu burchakka e'tibor berishimiz kerak. BPO uchburchagimiz. Shuni alohida chizib olaman. Shunday bo'la qolsin. Demak, BPO mana bu masofa 3 ga teng. Mana bu masofa 15 ga teng va mana bu yerda 30 gradus qarshisida 15 tomon bor. Shu tomonga tiralgan burchak ham 30 gradus bo'ladi. Demak, mana bu burchakni biz 30 gradus deyishimiz mumkin, chunki bu to'rt burchak bitta aylanada yotardi. Demak, mana bu burchagimizga 150 gradus qoladi. Xo'p, biz endi mana burchakni alfa deydigan bo'lsak, sinuslar teoremasini ishlatishimiz mumkin bu yerda. 15 ning sinus 150 ga nisbati 3 ning sinus alfa ga nisbati. Demak, bu yerda qisqardi, 5 qoldi. Sinus alfani topadigan bo'lsak, 1 taqsim 10 ligi kelib chiqdi. Xo'p, ana endi biz BPC uchburchak yuzini topa olamiz, chunki alohida chizadigan bo'lsak, BPC uchburchagini
BPC 3 burchakda mana burchagimiz 30 plus alfa bo'ldi. Mana burchagimiz 30 minus alfa bo'ldi va orasidagi burchak 120 bo'ldi. Mana bu tomonimiz esa 15 ildiz osti 3. Va undan tashqari bizda sinus alfaning ham qiymati bor. Uchburchakning bir tomoni va uchta burchagiga ko'ra yuzini hisoblash bor. S barobar. Demak, uni formulasiga qo'yadigan bo'lsak, 15 ildiz osti 3 ning kvadrati ko'paytiruv sinus 30 plus alfa sinus 30 minus alfa va taqsim 2 kere sinus 120 gradus. Shuni yechib chiqishimiz kerak. Demak, 225 ildiz osti 3. Xo'p, mana buni qo'shib formulalarga ko'ra ochib ikkalasini bir-biriga ko'paytirsak, qisqa ko'paytirish formulasini beradi. Shunda sinus 30 ning kvadrati 1 taqsim 4 kosinus kvadrati alfa minus ildiz osti 3 taqsim 2 ning kvadrati 3 taqsim 4 sinus kvadrat alfa taqsim 2 ko'paytiruv ildiz osti 3 taqsim 2. Mana yuqorida 225 kare 3 qoladi bu yerda. Kvadratga oshirilgan ildiz osti 3 yo'qolib ketadi. Bu yerda ikkilar qisqardi. Ildiz osti 3 bilan 3 qisqarsa ildiz osti 3 qoldi. Xo'p, bizda qolyapti 225 ildiz ostida 3 va qavs ichidagi ifodalar 1 taqsim 4 kosinus kvadrat alfa nimaga teng? Sinus alfa 1 taqsim 10 bo'lsa, shu yerda yozib qo'yaman. Sinus kvadrat alfa bu 1 taqsim 100 va kosinus kvadrat alfa esa 99 taqsim 100, chunki ikkalasi yig'indisi 1 chiqishi kerak. Kosinus kvadrat alfa 99 taqsim 100 minus 3 taqsim 4 1 taqsim 100. Demak, 225 ildiz osti 3 ko'paytiruv 96 taqsim 4 100 bo'lib qoldi. Xo'p, bu yerda mana ikkalasini 16 ga qisqartiradigan bo'lsak, 6 qoladi va 25 qoladi. 25 bilan 225 qisqarsa 9, javob 54 ildiz osti 3 chiqdi. Demak, yuzini hisoblab topdik. Shunga o'xshash misollarni yechimi qiziq bo'lsa, albatta bizning Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Telegram kanalimiz matematika 1997.